Assalomu alaykum qadrli obunachilar, Mebelchi kanalimizni doimiy kuzatuvchilari, qadrdonlar, juda ko'pchilik so'rayotgan muhim masalani bugun sizlarga men to'liq ma'lumotini beraman. Sababi Andijonda yangi ochilgan mebel markazining lokatsiyasini juda ko'pchilik so'rayotgandi. Xudo xolasa bugun manzili haqida to'liq ma'lumotlarni beramiz. Undan tashqari do'stlar, ichkariga kiramiz, ustalar suhbatga tortamiz. Hozirgi kunda narxlar necha pul bo'lyapti? Hammasi haqida ustalardan ma'lumotlarni olamiz. Undan tashqari bu yerda 5 ta bo'lim bor. 5 bo'lim haqida sekin astalik bilan birma-bir ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bugun xudo xolasa B bo'limga kiramiz do'stlar. Hozir o'rtada joylashgan B bo'limda turibman. Shu joyga kiramiz. Bu B bo'limda qanaqa mebellar sotiladi, narxlar necha bo'lyapti? Hammasi haqida ma'lumotni berib o'taman. Sizlar bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Fikringizni kommentariyada yozib ketinglar. Boshladik. Xo'p, tanishtirishni boshlaymiz. Ko'rib turibsizlar, aytib o'tdim. Hozir B bo'limning ro'parasida turibman. Xullas, yangi ko'rayotganlarga yangi mebel markazining lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Hozir mana bu chap tomondan kelish, Sharxon tomonidan kelish do'stlar. O'ng tomonda bo'lsa 80 metrlik kurgovoy bo'ladi. Hozir svetofor bo'lib qolgan. Mana bu tomonda aeroport, Qum bozor mana shu tomonda. Xullas, shahar tomonidan kelganda 80 metrlik svetofordan chap tomonga Sharxon tomonga yurasizlar. Sharxon tomonidan kelish desa Kurgovoy tomon, ya'ni 80 metrlik tomonga kelsanglar, xuddi katta yo'lni bo'yida mana shu do'stlar mebel markaziga ko'zinglar tushadi. Hozir bu yerda 5 ta bo'lim bor. Xo'p, A bo'lim, bunisi B bo'lim, bu tomonda S bo'lim bor, orqada D va Y bo'limlari bor. Hozir ichkariga B bo'limga kiramiz. Bu B bo'limda nimalar sotiladi? Shular haqida men sizlarga ma'lumotini berib o'taman. Ichkariga kiramiz. Ichkariga kirganinglarda mana do'stlar, xuddi shu holat bo'ladi. O'ng tomonda polniy stol stullar bor ekan. Bu tomonda mana detskiy partalar, stollar bor ekan. Hozir iloji bo'lsa ustani o'zidan suhbatni olamiz. Endi bilmagan kishi bo'lib kelib, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Usta yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Zim ustaga. Ustaga shu yerda o'z sotasiz shularni. Sotuvchiman men. Xo'p, endi hozir obunachilarimizga shularni narxlari haqida bitta ma'lumotini bersa, bu partalarni ham ko'pchilik so'rayotdi. Ko'proq narsalarni ofisnoy o'quv markazlariga olishyapti, bog'chalarga, maktablarga qilib beramiz shu narsalarni. Xo'p, aytaylik, mana shu parta stullarimiz necha pul? Parta stullarimiz masalan bitta stolni qanaqasi bilan 800 ming so'mdan qilib beraman bularni. 800 ming so'm shu turishi. Bular-chi? Mana adda tombarlilarimiz bular 750 ming so'mdan qilib beraman bularni. 750 ming so'm. Adda tombarlilarimiz bular. Tumbalargacha bor ekan. Tumbalargacha bor. Tumbalarni qo'yib, bog'chalarga bor, mana maktablarga bor. Kichikroq bog'cha maktablarga. Mashinalarimiz 500 ming so'mdan komplegi. 500 ming so'm. 500 ming so'mdan komplegi mana mashina. Ko'proq olib olganlar pulni oladi. Axlar razmerlari bor. Razmer kattalarga, maktablarga mana. Maktablarga. 600 ming so'mdan. 600 ming so'mdan. Bog'chalarimizga bor mana. Bog'chalarga ham bor, aka, bog'chaga so'rash qo'shamiz. Kichkina stulimiz necha pul? Aka, shu bir donasi. Stullarimizni so'rash bo'lsa 100 ming so'm bular. 100 ming so'm temirligi bular. Temirli. Bu partalarning o'zi necha pul? Partalarning o'zi 500 ming so'm. Bular chiqarganlar mana olib tumbalari bor mana. Tumbalarigacha bor, ha. Bu tomonga o'tib ko'rsatadigan bo'lsak, tumbalari bor. Laylari har xil. Hozir 500 ming so'm buni o'zi bo'ladigan bo'lsa, bitta stul qo'shib bersangiz necha pul bo'ladi? Stul qo'shib bersam stolga qarab, stollarning har xillari bor. Endi 200 mingdan boshlanadi. 200 mingdan boshlab 300 mingdan bor, 150 mingdan ham bor. Mana shu stolingiz necha pul? Stolim 250 ming so'm. 250 ming so'm. Kreslo. Damini olaveradi. Xo'p, bular nima bular aka? Televizor podstavkalar bular. Televizor podstavkalar. Razmer nechaga necha? Razmerlari bularniki 170 ga 30. 170 ga 30. Enichi? Endi 45. Endi 45. Endi 45. Narxi necha pul bular? Narxi bularki 1 million. 1 milliondan ha bular? G'aladonlilari 1 million. G'aladonlilari 1 million. Balolarimiz bor, g'aladonsiz yo'qlarni 900 ming so'mdan beramiz. Ha, bular 900 ming so'm tortmasi yo'qliklari. Endi buni ham ranglari bor ekan. Ranglari bor har xil. O'zlariga, aboylariga, uyda remontlarga qarab tushiradigan narsalar bular. Hozir kirganimda ko'zim tushdi, nar tomonda kreslolar turibdi. Ular necha pul ular? Xo'p, bu yerda mana kreslolar ham bor ekan do'stlar. Bular necha pul? To'g'ri bular. Mana balolarimiz, g'ildagi yo'llarimiz bor, 500 ming so'm. 500 ming so'm. Ishi bitta balonimiz bor, g'ildardan. Ha, tagida g'ildiragi bor. Bular necha pul? 600 ming so'm. Mana balonimiz bor. Buni har xil funksionalari bor.
Aha. Ha, aylanadigan. Aylanadi, ular tushadi. Ko'tariladi, tushadi. Bu nechi bu? Ular 1 million 200 ga beraman. 1 million 200. Xo'p, temir stol stullaringiz nechi bu? Ular kukunina bo'ladi. Kukunli. Kukunina bo'ladi. 6 taligi 1 million 200 ming so'm. 1 million 200. Telefon raqamingiz bormi, yo'qmi? Bor. O, siznikimi? Shuni ko'rsatib beraylik. Xo'p, qadrdonlar, hurmatli obunachilar, agar shu mahsulotlar sizlarga ma'qul bo'lsa, ana shu nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. Mana 90lik 211 1037, 88lik 211 1037. Shu joyda pauza qilib turib, aytib o'tilgan parta, stol stullar, keyin televizorli podstavkalarni ham bemalol shu raqamlarga telefon qilib, Ikromjon akaga o'ziga telefon qilsanglar bo'ladi. Bu tomonda shunaqangi modellar ham bor ekan, lekin shunchaki san'at asariga aylantirishib qo'yibdi. Endi hozir bularning ustalari yo'q ekan. Endi keyingi videolarimizda xudo xolasa ustalarni topib ham shular haqida ma'lumotlarini berib o'tamiz. Bitta ko'rib ko'ringlar. Xullas kelib ko'rsanglar ham bo'ladi. Endi ATV obunachilar uchun tayyorlayapmiz endi bu videoni. Maqsad xalq uchun ishlayapmiz. Xo'p, turetskiy fasondagi stol stullar, endi bu tomonda penal komodlar bor ekan. Bu yerda ustasi ham bor ekan. Assalomu alaykum aka. Siz Charchamasizmi? Tuzimsiz. Aka, sizni uchratib qolganim yaxshi bo'ldi. Otabek aka, hozirgi kunda aka mebel bozorida narxlar qanaqa bo'lib qoldi aka? Narxlarimiz aka tushib qoldi. Sabab sezon qaytdi. Sezon qaytdi. Ha, to'y sezonlarimiz ancha o'tib. Endi hozir aytaylik, mana shu fasonimiz nechta sotilyapti aka hozirgi kunda? Hozirgi holatda aka 7 million bilan 6,5 millionning o'rtasida, hali bir xil sena yo'q. Iloji boricha endi arzonroq yo'lda qilib beramiz. Endi bozorda bu sezon paytida 7,5-8 gacha sotilgan narsalar narxlarini tushirib qo'ydik. Narxlar tushirib qo'ydik. Bu modellarimizchi Hightech ekan, bular. Hightech modellar aka. Hightech ham razmeri jicha kattaroq buni. Komodlari kattaroq ishlangan 2 metrlik komodlar. Bunisi kichikroq komodi. Bunisini pulini aka hozirgi kunda 6,5 million so'm qilib beramiz. 6,5 million. Ha. Nechiga joyga tushadi bular? 3,5 joyga tushadi, eng kichigi aka. 3,5. Bu 2,5 metr joy bo'lsa tushaveradi. Bu kichikroq, bu 3 metrli joylarga tushaveradi aka. Bular nech pul bo'lib qoldi? Bularimizni 6 million so'm qilib beramiz. 6 million so'm. Bunimiz ham hozirgi. Ha, hozirgi birinchi ko'rganimiz bilan bir xil narsa, penal komod bu ham. Mana onisi troyka modeli aka. Troyka 3 talik, servantli. 3 ga bo'linadi bular ham. 3 metrli joylarga tushaveradi bu ham. Ularni ham hozirgi kunda aka 6 million so'mga qilib beraveramiz. 6 million so'mga qilib beramiz. Xudo xolasa. Narxlarimiz ancha yengillab qolgan. Ancha narxlar qaytgan. Hali sezon tugashini kutish shart emas, olsa bo'laveradi. Xo'p, aka bitta telefon raqamingizni aytib qo'ying. 97lik 524 0007 aka. 94lik 527 97lik 524 0007 0007. Ismi Otabek, akaga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha imkon boricha yo'lda qilib beramiz, kelin orada. Xo'p.